Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Bugungi videoda sizlarga shu aviakassa Surxon ofis manzilimizga qanday qilib topib kelishlaringizni shu sizlarga bir video lavha tarzida bir tushuntirib aytib o'tishni joiz deb bildim. Hozir mana ko'rib o'tganlaringizdek, mana bu zdaniya bu Targov kompleks Nord hisoblanadi. Prospekt Prosvesheniyadan chiqqanlaringizdan keyin chap qo'l tarafdagi eng katta savdo markazi hisoblanadi. Shu metrodan chiqqanlaringizdan keyin Prospekt Prosvesheniya metrodan chap qo'l tarafga burilib, dakansa mana bu yoqda mana odamlar o'tayapti. Peshixoddan to'g'ri o'tganlaringizdan keyin mana bu yerdagi qizil mana kirpishlar domga ko'zingiz tushadi va aynan mana shu domning pastida mana apteka Ozerki bor. Shu apteka Ozerkining pastida podvalda aziz vatandoshlar mana Svetegul magazin bor. Shu apteka Ozerkining pastiga mana podvalga tushamiz, hurmatli aziz kanal obunachilari. Hozir mana bu yerda aziz vatandoshlar ikkinchi hamishini ko'rasizlar. Mana bu yerda ofisimiz manzili joylashgan mana akalarimiz bor. Bilet olgani mana ofisimizga tashrif buyurishganlar. Nimalar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum akalar, xush kelibsizlar. Aloqaga chiqaverasizlar aziz vatandoshlar.